Assalomu alaykum hurmatli Ustoybek kanalimiz YouTube kanalimiz obunachilari va Mashinka.uz kanalimiz obunachilari. Ustoybekdan legendarniy ishonchli mashinkalar o'z egalariga yo'l olyapti. Professional mashinkalar, ko'p qo'ylarga ko'p qo'ylar judni olish uchun mo'ljallangan Mini Pro T2 do'stlar. Ikkita mashinkani bemalol ko'taradi. Komplektda ikkita zapas pichog'i, yog'i, mashinkasi, iblis dastavkasi ham bor. Shu turish komplekti 5,5 million so'm. Bu mashinkamiz Murod Tohir aka Namanganga yo'l olyapti. 2026-05-18 5,5 million so'm do'stlar mana. Ikkita mashinkasi bilan olaman siz, ikkita mashinka bilan do'stlar 8 million so'm chiqadi. Bitta mashinka bilan 5,5 million so'm 2026-05-18 ga narxi do'stlar. Mashinkalar ishonchli, Ustoybek tekshiruvdan o'tgan garantiyali mashinkalar do'stlar. Mini Pro T2 komplektda yog' bog' dastavkasi ham ichida do'stlar. Blok bitanasiga ikkita mashinkani tiqishlasangiz bo'ladi. Оборотлari ligirovka bo'ladi. Do'stlar, bu Malayziyadan keladi, zavodskoy fabrichniy teriladi. Shu yerda sborka qilgan mashinkalar, o'sha rossiyskiy mashinkalar, ishonchli mashinkalar. Mini Pro T2 do'stlar. Оборотлari ligirovka bo'ladi. Ikkita mashinkani bemalol ishlatadi. Bir xil blok bitanalar junga solganingizda quvvati pasayga to'xtab qoladi. Bu esa juda ham quvvati baland. Ikkita mashinkani birdaniga ishlataveradi. Ishonchli mashinkalar do'stlar. Eng legendarniy, eng rushi nomer 1 variantdagi eng kuchli mashinkalar do'stlar shu. Video so'ngida qo'ydi jun olakanlarni qo'yaman, o'tib ko'rishlaring mumkin yoki Mashinka.uz Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlar bor. Komplektda mana ikkita zapas pichog'i, yog'i, mashinka, 1 yil garantiyasi bor, dastavkasi ham ichida 5,5 million so'm. Bitta mashinka mana ikkita mashinka bilan olaman siz 8 million so'm do'stlar. Ishonchli, garantiyali servisi bor. Xullas hamma yo'g'i ichida do'stlar. Professional mashinkalar, biznes uchun, ko'p qo'ylar uchun mo'ljallangan, juda ham baquvvat ishlangan mashinka. Demak, navbatdagi mashinkamiz Namanganga yo'l oldi 2026-05-18 do'stlar. Mashinka.uz Telegram kanalimizda narxlari, ma'lumotlar, bizdan olgan mijozlar videolar qilib tashlab berishadi. O'tib ko'rishlaring mumkin. Oybek aka, hamma mashinkani ishlatib ko'rdim. Har xildan rossiyskiyni ham ishlatib ko'rdim, lekin aka yoqmadi. Oxir o'rni sizdan oldik. Mini Pro T2 ni oldik. Lush ekan, zo'r ekan deb videolar qilib tashlab berishyapti. Mashinka.uz Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlar bor. Chunki Ustoybekda ishonchli, baquvvat, zavodskoy, fabrichniy eng nomer 1 eng pishiq narsalar faqatgina Ustoybekda. Demak, Mashinka.uz Telegram kanalimizga o'tinglar, o'sha yerda barcha ma'lumotlarimiz bor. Mashinka do'stlar, ishonchli mashinkalar, yog'-bog' hamma yo'g'i ichida mana. Kafolat qog'ozlari yozilgan, hamma ma'lumotlar bor. Mashinka.uz Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlar bor. Kanalga obuna bo'lib peshingizdan chiqmasin. Instagram kanalimiz Ustoybekka o'tib ham obuna bo'ling, yerda ham obzorlarni qo'yib boryapmiz. Mashin u qo'y yog'langanmi, yog'lanmaganmi, bu farqi yo'q bizga. Любойni olib ketaveramiz. U maygacha kutish kerak, unaqa degan narsa yo'q. Любой vaqt chaqirsa, любой vaqt borib olamiz. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. O'sha apparatni olib ishlatganman, buni ham olib ishlatganman. Faqat aldanganman. Bular yaxshi olmaydi. Mirolov maza qilmay solib. Lekin men uni olib keldim, zo'r ekan, do'shi ekan, gap yo'q. Xizmatni Alloh mukofotlasin Oybekjonni. Bismillahirrohmanirrohim.
Hem shu 200 istomidan zakaz qilingan. Uni olib ko'ringlar. Ishinglar oson bo'ladi. 21-asrda yashayapmiz. Qaysini to'xtatinglar endi, o'tinglar. Oybek aka, mana apparatingiz mashinangiz zo'r ishlayapti. 1 yil kafolat bergan sizlarga. Kundan beri bexato ishlatyapmiz mana. Olishlari zo'r. Tiq degan narsa yo'q-da. Mana apparat zo'r ishlayapti.